Anibla.uz birinchi uz fandab. Telegramdagi Amedia TV uzga qo'shilinglar. Bu yerdayam yer ajdari izlari yo'qga o'xshaydi. Ha, rostana. Bu qanaqa shamol edi? Zavq vodiysidan chiqayotgan nafas bo'lsa kerak. Zavq vodiysi? Yo'ji, biz uni oldida turibmiz. Zavq vodiysi shamollar vodiysi sifatida ham tanilgan. Vaqti bilan shunaqa shamollar botlarda esib turadi. Afsonaga ko'ra, bu yer ajdarhosini nafasi ham bo'lishi mumkin, lekin men unaqa demagan bo'lardim. Hech narsa yo'q. Bo'ttachi, otam bosh. Tushunarli. Rahmat. Shilliqlar ham hech qanaqa iz topisha olmadi. Ishonchim komil, seni jamoang uni albatta topadi. To'g'ri, sen jamoaning o'sha banditlardan juda oson mag'lub qila olding. Ular meni kuchimni saqal oshirib yuborishdi. Deyarli o'sha vaqtdagidek. Demak, ro'yxatdan o'tish imtihoni boshlandi. Birinchi bo'lib sehrli kuchlaringizni o'lchashdan boshlaymiz. Bu o'tganimni bildiradimi? Bo'lishi mumkin emas. Keyingisi jang sinovi. Bu toshga eng yaxshi sehringiz bilan hujum qiling. Eng yaxshi sehrmi? Xo'sh, ehtimol olovli shardan foydalanaman. Mana shunaqa. Yo'ji, shoshma. Yana nima bo'ldi? Santa yo'qsiz kuchli sehrdan foydalanmoqchi bo'lsang, sehrni ovoz chiqarib aytishing kerak. Olovli shar deb baqirishim kerakmi? Va ovozsiz afsonlar yuqori darajadagi sehr bo'lib, odatda afsonni zaiflashtiradi. Tushunarli. Tushuntirib berganingiz uchun rahmat. Yana bir marta qilib ko'rsam bo'ladimi? Demak, muammo shu yerda ekanda. Afsonni aytmaganim uchun juda zaif bo'lgan bo'lsa kerak. Olovli shar. Savol bor. Biz zaifroq afsonni topishimiz kerak. To'g'ri. Quvvatni cheklash sehri. Sinab ko'raman. Yaratish sehri tosh tushishi. Zar. Yaratish sehri sharshara. Ajoyib. Yaratish sehri kuchli shamol. Har doimgidek qoyil maqom.
Yaratish sehri uchqun. Juda ajoyib. Hatto zaif sehr ham foydali bo'lishi mumkin. Hoy. Bu shubhali emasmi? Qanaqa ma'noda? Bu yerlar juda tinch. Sayohatimiz xuddi parkda sayr qilib yurgandek. Bu vaqt davomida bizani shilliqlar himoya qilib kelyapti. Jiddiy gapirasanmi? Ular qanaqa shilliq bo'ldi va ular qanchalik kuchli? Ozgina oshirib yubordim shekilli. Faqatgina bu sani shilliqlaringning ishi dema yana. Yo'q, ular buni qilgani yo'q. Osmonga nima bo'ldi? Shteyl ota. Yuji. Nimadir topoldinglarmi? Yirtqich hayvonlar izlari yo'q, ammo bu yerda nimadir noto'g'ri ekanligi aniq. Ha, men ham g'alati narsa his qilyapman. Bu nima ekanligini aniqlashimiz kerak. Kelinglar, chuqurroq qidiramiz. Ehtiyot bo'linglar. Janob Rayard, Kokoy nimani anglatishini bilasizmi? Yo'q. Kokoy ostida falokat bo'ladi. Shunaqa bashorat qilingan edi. Ya'ni yaqinda falokat ro'y beradimi? Bu nima kitob? Qadimgi afsonalar to'plami. O'tdan tez ketinglar. Mag'rur bo'ra, shilliqlarni tez olib ket. Qabul qilindi. Nima bo'ldi? Yana yorug'lik. 1 kilometr nariyodan ajdaho paydo bo'ldi. Yer ajdarhosimi? Yo'q, menimcha undan ham xavflirog'i. U yer ajdahosidan kuchliroq. Rostdanmi? Bu haqiqiy falokat. Balki chekinish vaqti kelgandir. Kelinglar ortga chekinamiz. Ortimdan. Balki yirtqich hayvonlarning uyiga to'g'ri borishimiz kerak emasdir, a? Xavotirlanma. Zavq vodiysi mahalliy xavfsiz hudud hisoblanadi. Kuchli shamol bu yerdagi yirtqich hayvonlarni qo'rqitadi. To'g'ri, so'nggi 100 yil ichida bu yerda kuchli yirtqich hayvonlar ko'rilmagan. Mag'rur bo'ra, bizdan oldinroq yur, xavfsizlikka mas'ulsan. Qabul qilindi. Yaratish sehri uchqun. Juda ham hayratlanarli. Biz endi tamomiz. Bolalar, mahkam ushlaymiz. Bu yana nima edi? Balki o'shadir. To'g'ri, bu yerda shamol ancha kuchliroq esvatda. Yujiga hisobot berishga arziydi. Yaxshi. Bo'lmasam yo'limizda davom etamiz. Nargi tarafga o'tishimiz bilan Kalliyaga yetib olamiz. Tezlashamiz. Nima bu? Yo'lni tozalash uchun shilliqlarni yuborgandim. Bu ularning ishimi? Sani shilliqlaring juda ham zo'r. Juda kuchlisizlar. Bunisi oshib tushdi. Xotirjamlikni saqla. Sizlar uni o'zi ko'ryapsizlarmi? Bitta ishni eplanmaysan. Ha, juda kuchlisizlar. Hammasi Yuji tufayli. Shoshma, qattamiz. Tushunarli, zavq vodiysini bosib o'tganga o'xshaymiz. Yuji, biza bu vodiyda yashovchi barcha yirtqich hayvonlarni yo'q qildik. Tushunarli, barakalla.
Nima bu? Basharasidan shamoldan bekinish uchun yer tagiga kirib olganga o'xshaydi. Endi tamom tamomiz. bo'ldik. Yer ajdarhosi. Toshlar orqasiga yashirinamiz. Yuji, botga kel. Yo'q, unga hujum qilaman. Aqldan ozdingmi? Unga qarshi hech qanaqa imkonimiz yo'q. Bo'lmasam zaif afsunlardan boshlaymiz. Yaratish sehri tosh tushishi. Yaratish sehri uchqun. Qanchalik kuchli sehr. Endi kuchliroq narsani ishlatish vaqti keldi. Ammo guvohlarni unutmaslik kerak. Yaratish sehri tosh tushishi. Qutqarildik. Birgalikda yaratish sehri tosh tushishi. Yuji, nimani o'yladi? U hech qachon Yuji! yana o'sha dahshatli shamol. U qum bo'ronini yaratyapti. Ishladi. Kimdir ajdahoni ko'ryaptimi? U men oldimda. Yaratish sehri yoritish. Jahannam olovi. U yerda nimalar bo'lyapti? Yuji! Yaxshimisan? Yer ajdahosi mag'lub etildi. Rostdanam buni uddalading. Ammo qandoq qilib? Demak, qobig'ini eritish uchun rudalardan foydalanibsan-da? Nima haqida gapiryapsan? Bu vodiy yoqilg'i sifatida ishlatilishi mumkin bo'lgan rudalarga to'la. Buni payqab qolib, jangda ishlatding, to'g'rimi? Ha, shunaqa. Tushunarli, Yuji, ajoyibsan. Sizlarni ko'rganimdan xursandman. Demak, sizlarni jamoalar yer ajdarhosi manzilini aniqlash kerak edi, shundaymi? Ha, boshida shunaqa edi. Ammo biz uni yo'q qildik, Zavq vodiysida. Tushunarli, uni yo'q qildinglar, Zavq vodiysida. Nima dedinglar? Yer ajdarhosini o'ldirdinglarmi? Bu yer ajdarini bosh suyagimi? Aytganimdek. To'xtanglar, Rodiusga nima bo'ldi? Nima? Zavq vodiysidanmi? Voy bo! Shunaqa ko'pmi? Gelios to'dasi va gildiyaning mukofoti bilan birgalikda 14 million 70 ming tanga bo'ladi. Rostini aytsam, siz yer ajdarhosini o'ldirganinglardan hayratdaman. Bu oson bo'lmadi. Bularni hammasi Yujining xizmati. Gaplashib olamizmi? Sizlarni Zavq vodiysidagi moviy ajdaho masalasi bo'yicha chaqirdim. Tushunarli. Demak, ular buni shunaqa nomlashibdi-da. Boshlashimizdan oldin menda barcha bilish kerak bo'lgan ma'lumot bor. Ishimizni topshirishimizdan oldin tanqiqiy xatolar topilganga o'xshaydi.
Man Zavq vodiysidan qaytgan guruh a'zosini olib keldim. U ajdahoni shaxsan ko'rgan. Yuji, ko'rgan yirtqich hayvoniyni ko'rinishini batafsil tasvirlab bera olasanmi? Ha, tasvirlab berdingizlarmi? Shoshma. Mana. Yaratish sehri tafakkur. Mana ajdaho tasviri. Qanaqa afsun bo'ldi? Ayni bizanikiga o'xshash. Qanaqa ma'noda? Ota, ularga barchasini ko'rsating. Mana botga qaranglar. Bu qadimgi afsonalar kitobidir. Yo'qolgan va yetishmayotgan qismlari bor va biz uni hali to'liq sirini ocha olmadik. Ammo u ajdarho juda xavflidir. U haqida nimalar ma'lum? Ajdarho qorong'u osmon soyasi ostida paydo bo'ladi va 3 kun ichida butun bir qit'ani yer yuzidan butunlay yo'q qildi. 3 kun ichidami? Bu hatto hech bir falokat darajasiga to'g'ri kelmaydi-ku. Bu safsata. Shaxsan men ham bunga ishonishni xohlamasdim. Afsona bo'yicha u qanaqa mag'lub bo'lgan? Agar bizda qo'lyozmalar bo'lsa, demak kimdir omon qolgan. Yozishlaricha ma'budlar bilan raqobatlasha oladigan ilohiy ayg'oqcha uni yenggan ekan. Biroq Ilohiy ayg'oqchimikan? Hozirgi vaqtda uni paydo bo'lish ehtimoli juda past. Shoshma. Men bu ajdaho nima uchun botga kelganini bilaman deb o'ylayman. 30 yil oldin quyosh yozgi kunning eng yuqori nuqtasiga yetganida oy u bilan to'qnashib, ikkalasi bir bo'lib qolgan. Va o'sha vaqtda poytaxt ibodatxonasida maxsus marosim o'tkazilgan. Aytishlaricha, marosim 30 yildan keyin ta'sir qilish kerak bo'lgan. Ya'ni bugungi kundan taxminan bir hafta oldin. ruhni chaqirish marosimi. Aytganingizdek, bizga yaqinlashib kelayotgan ofatdan himoya qila oladigan maxsus ruhni chiqarish uchun marosim o'tkazdik. Ammo u ishlamadi. Bu marosim ajdahoni uyg'otib yuborgan bo'lishi mumkinmi? Hech qanaqa dalilim yo'q. Voy, yana qorong'u tushdi. Nima bu? Nimalar bo'lyapti? Yuji! Moviy ajdaho kattalashdi. Yo'qoldi. Bu nima edi? Mana shilliqlarim ajdahoni kuzatyapti. Ko'rinib turibdiki, qorong'u osmon ajdahoni kattalashishi bilan bog'liq. U kattalashdimi? Ajdarho qorong'u osmon ostida paydo bo'ladi va o'sadi. Demak, oxirgi zamon yaqinlashib qopti-de. Bu favqulodda vaziyat. Raqibimiz juda kuchli bo'lishiga qaramay, biz orqada jim o'tirishimiz kerak emas. Tongda bor kuchimiz bilan unga hujum qilamiz. Mazdali, og'ir kun uchun yaxshi yakun. Biz juda ko'p hasillardan foydalandik va ko'p dushmanlarni yo'q qildik. Biz juda yaxshimiz, to'g'rimi, Yuji? Yuji! Sina, Liza, Va nihoyat seni topdik. Moviy ajdarho bilan jang qilmoqchimisan? Biza ham hozirgina hujumchilar guruhiga qo'shildik. Mukofot juda katta bo'ladi. Endi aniq boyib ketamiz. Bundan tashqari, sen ham biza bilansan. Sen va seni shilliqlaring oldimizda ekan, qo'rqadigan hech narsa bo'lmaydi. To'g'ri, senga ishonsa bo'ladi. Mayli, ertagacha. Xayrli tong. O'zimni tanishtirmaganim uchun uzr. Men Shtayl otaman. Poytaxt cherkovidan keldim, tanishganimdan xursandman. meni ismim Yuji. Nima xohlayotdingiz? Sizga bir narsa bermoqchiman. Kuttirganim uchun uzr. Bu narsani to'g'ridan-to'g'ri poytaxtdan olib keldim. Tan olish juda achinarli, ammo hech kim bu yodgorlikni asl qiymatini anglab yeta olmagan. Ammo menimcha, siz undan foydalana olasiz. Kechis xanjari?
u sehrga e'tibor qaratarkanda. Ha, menimcha ishlata olaman. Bo'lmasam bu xanjar endi sizniki. Nimaga? Bu ma'budning irodasi. Yo'xan, kel birga ibodat qilaylik. Quyosh chiqishi bilan Chiliya komandasi ajdarga qarshi kurashga borishadi. Bu jangda ko'p odamlar o'lishi mumkin. Yuji! Nima bo'ldi? U kattalashib boryapti. Savol bor. Afsuni g'ayrioddiy deganingizda, g'ayrioddiy darajada zaif demoqchimisiz? Men u juda qudratli ekanini nazarda tutgandim. Sinab ko'rishga arziydi.おかしなこと多いよね。おかしな空だったり、おかしな人と会ったり、おかしなことばっかりでみんなおかしくなってきちゃった。いろいろ異常事態